Hozirgi vaqtda yaxshi ayollar, yaxshi kelinlar, yaxshi onalar har bir oilada uchrashadi. Ular mayli shaharda, yezilarda, ish o'rinlarida, xizmat o'rinlarida, maktabdagi ustozlar bo'lmasin, o'qimishli xonimlar bo'lmasin, millatimizning yangi avlodlarini dunyoga akilib, ularni milliy madaniyatimiz, ana tilimiz, milliy urf-odatlarimiz bir-biriga o'xshamaydigan mezlik, lazzatlik tomoqlarimiz ata-buvlarimizdan miros qolgan esil an'analarni kelajak avlodga o'gitib, tarbiyalab, kelajakda hamma tarafdan yetilgan Uyg'ur millatining safoliq bo'lishiga kafolat qilib, zamonga loyiq yosh avlodni yetishtirib kelyapti. Ana, biz hemisham qarz bo'ldigan ulug' zot. Ana, oilni bino qilg'uchi, islohot qilg'uchi, go'zallashtirg'uchi, paravallashtirg'uchi, inoqlashtirg'uchi ulug' inson. Oila baxti erning bilimiga emas, ayolning aqliga bog'liq. Oilda ayoli oldida baxtsiz er hech joyda baxtli bo'lolmaydi. Ayol tarbiya urug'ini chachquvchi dehqon, kamolatga yetildirguchi bog'van. Ana quchig'i farzand uchun birinchi maktab. Ayollari tarbiya ko'rgan millat, xalqi boy, kuchlik millatdir. Qizlarni bilimlik, go'zal axloqli qilib tarbiyalash butun millatning javobgarchilik vazifasi. Qayerda qaysi millatning qiz ayollari bilimlik, qattiqqo'l, talabchan bo'lsa, shu yerda yosh yigitlar bilan erlar karga yaraydigan haqiqiy azimatlardan bo'lib chiqdi. Mana mushu ata-bovlarimizning itilgan danışman so'zlari qiz, singil, hada, kelin, qiynana, ona va ayolga millat oldidagi qimmati va biz har vaqt qarzdor bo'ladigan ulug' zot ekanligini takrorlab ketgan. Şunlaşqımı mən mehnatkash, mehribon, oq ko'ngil, xushxo'y, mehmondo'st, axloqliq, madaniyatlik, chiroyidan tabassum ketmaydigan bütün xonim qizlarni ayollar bayrami 8 mart bilan qizg'in tabriklayman. Sizlarga baxt, saodat, tinchlik, omonlik, uzoq umrlar qilayotgan ishinglar natijalik, uyinglarda xotirjamlik, qozon beshi supuranglar barkatlik bo'lsin. Har vaqt olma chiroylik o'zinglardan tabassum kulki ketmasin. Uyg'urimning nozik jonlari.